Assalomu alaykum aziz dindosh do'stlar. Siz uchun ajoyib bo'lgan darslarimizni boshladik. Siz uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Arab harflari 29 ta harfdan iborat bo'lib, bulardan oldin siz bilan arab tilini o'qishimiz oson bo'lishi uchun 3 ta harakatni bilib olishimiz kerak. Bu birinchisi A harfi. Ya'ni tayoqcha A deyiladi. Xo'sh, qoidasiga. Cho'pcha arab harfi ustida keladi. Birinchi arab harfi, keyin cho'pcha A deb o'qiladi. Mana rostdan ham S'ni ustiga cho'pcha bor. S-A, B-A, J-A, Q-A, qa. Xo'sh, xuddi shunaqa bo'lib yoziladi. Xo'sh, ikkinchisi bu I harfi, ya'ni tayoqcha I. Bu ham A singari cho'pcha arab harfi tagida keladi. Birinchi arab harfi, keyin cho'pcha I harfi o'qiladi. Bular ham mana xuddi ko'rsatib o'tayotganimdek o'qiladi. Va uchinchisi bu U. Ya'ni U deyiladi, to'qqizchaga o'xshaydi. Buni qoidasi ham xuddi A, I singari bo'ladi. Mana belgilayapman. Xuddi shunaqa qilib yozib olasizlar. Yana eslatib o'taman. Arab harfi chap tomondan yoziladi. Biz bu tomondan yozsak, arab harfi bu tomondan yoziladi. Xo'sh, bu ham S-U, su, B-U, bu, J-U, ju, Q-U, qu. Xo'sh, shulardan iborat. Rahmat hammaga.